Shoshmang. Kompostni xonaga olib kirishingizdan oldin uni pasterizatsiyadan necha soat oldin chiqqanini bilishingiz shart. Agar bu holatni bilmasangiz, bu eng katta xatodan bittasi. Shampinyon qo'ziqorinlarining xato va sirlari. Eng ko'p qilinadigan xatolarning top 10 tasi. Kompostni xonaga darrov olib kirsa bo'ladimi? Eng katta xato. Ko'pchilik shunday qiladi. Aslida 12-24 soat xona haroratiga moslashtirish kerak. 3-xato. Qalin qatlam hosilni oshiradimi yoki o'ldiradimi? 25 sm qilganlar ham bor. Aslida eng ideal holat 18-20 sm. 4-xato. Urug'ni kam sepish tejamkorlik emas. Kam sepilsa kech chiqadi. Hosil notekis bo'ladi. 1 metr kvadratga 450 gram, 500 gram urug' sepilishi kerak. 5-xato. 3 qavat sepsa bo'ladimi yoki 2 qavat yetadimi? Fermerlar 2 ga bo'linadi. 3 qavat tezroq ishni davom ettiradi, 2 qavat esa o'sishni sekinlashtiradi. 6-xato. Yettinchi xato. Plyonka havo o'tkazmasligi militsiyani o'ldiradi. Plyonkani yopish asvorlari bor. Har 5 sm da teshuvlar qoldirish kerak. Havo o'tib turish kerak. Aslida militsiyani o'ladi. 8-xato. Urug' sepilgach ustidan suv sep bo'lmaydi. Ko'pchilik 90% yangi boshlovchilar shunday xatoga yo'l qo'yadi. 9-xato. Ventilyatsiya qilaman deb militsiyani sovutib yubormang. Sovuq havo o'sishni to'xtatadi. 10-xato. Urug' sepilgan xona jim bo'lishi kerakmi? Ba'zilar shovqin zarar deydi, ba'zilar farqi yo'q deydi. Siz qanday fikrdasiz? Buni javobini keyingi videolarimda qo'yib boraman. Bizni kuzatishda davom eting. Videolarimiz sizlarga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, o'z izohingizni qoldiring va qo'ziqorin bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuboring.